Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana ikki etajli pechkalarimiz bitdi. Mana yog'yapmiz o'tdi mana. Mana bundoq chiqqan. Mana duxovkalarimiz. O't mayerdan yonyapti, hozir tepaga ko'tarilib, mayerdan tushyapti. Orqa duxovkaga, oldida duxovka. Adan tepaga ko'tarilib, ikkinchi etajga chiqib ketyapti. Mana hozirgi pechkani ikkinchi etaji. Katta zali mana. Katta zalga kirganda bir tomoni mana arkali qilib temirdan o't yonyapti pastda. Mana issiq beryapti. Mana arkali qilib bo'ldi. Bundan chiqib bu tarafiga mana bitta eshigi, tozalaydigan eshigi, mana ikkinchi tozalaydigan eshigi. Uning tepasi shpagilovka bo'lib, boya yopishib ketadi. Mana ikki etajli isitadi, pastdan boshlab tepagacha. Xonasini oladigan bo'lsa, 4 ta xonani isitadi. Rasxoti 51.500 so'm ketdi bu. Kimdir zakaz qilmoqchi bo'lsa, biz borib joyini ko'rib yoki bo'lmasa bizga WhatsApp orqali razmerlarini tashasa, enini, pechkasini enini, bo'yinini tashasa, biz shunga qarab turib aytib beramiz. Material ichida 51.500 so'm material ichida bitdi. Mana